Rossiyadagi hayotimizda yana bir kunimiz boshlandi. Birinchi zakazim ofis. Bular bilan уже 3 yildan beri ishlayman. Har kelganimda ana kino esimga tushadi. Служебный roman bor-ku, ishdagi ishq. Atmosfera xuddi shunaqada. Даже kiyinishlari ham, odamlari ham o'xshaydi, lekin rosa yaxshi. Har doimgidek 1,5 soat ishlayman. Bu yoqda inakda shoshilsam 1 soatda chiqib ketaman, lekin ertasi kuni kelganimda shunaqa yaxshilab yig'ishtirib ketishga harakat qilaman. Bir haftada 2 marta kelaman bularga. Ofisda shipillatib shunaqa takoy mashinchani yonidan o'tib ketdim. Zakazga ertaroq kelib qolgan ekanman. Birpasgina shunaqa dam olib o'tirib turdim. Bu paradniy edi. Ichi kartochka bilan kirasiz polniy ichkariga. Endi boylar yashaydigan joy. Klientim qarasam oynalarni ham yuvib berdi, lekin bitta ham ocha olmadim oynani. Klientim kukulkaga o'xshaydi. Ikkita bolasi bir bola tuqqanga o'xshamaydi. Rosa yosh ko'rinishadi bular o'zlarini avaylaganlari uchunmi? Shu qaysi klientim uyida shunaqa ikonalar tursa, men bilamanki shular yaxshi odam bo'lsa kerak deb, chunki Xudoga ishonadigan odam yomon bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Va uborka qilishni boshlab ketdim. O'tgan safar 2 kishi kelganidek, bu safar o'zim keldim. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir degandek qilib ishlashni boshladim. Atmosferani qaranglar, mazza bo'lsa kerak. Har kuni qarasalaring kerak desam, praktichески qaramaymiz deydi, o'sha ko'z o'rganib qolganman. Klientim bu uyda 1,5 yildan beri kvartirada turar ekan. Yonidagi podyezdda o'zlarining uylari уже 2 yildan beri remont ketyapti ekan. Bilmayman qanaqa remont ketyapti ularda. Uyini ichi vashcha minimalizm yaxshi ko'raman. Shunaqa hamma joyda narsa tursa yoqtirmayman. Bu garderobning xonasi, bu o'zlarining xonasidagi sanuzili, shunaqa, lekin kranlari qoraligi yoqmadi. Ustidagi chang bo'lsa sразу bilinadi. Polkalari ham shunaqa nikolovay ekan. 2 kishi kelganimizda o'tgan safar 3 soatda chiqib ketgan edik bu uydan. Top-toza narsasi kam, lekin baribir qandaydir yig'ishtirish qiyin, chunki toza uyda ochilishi qiyin rosa. Ish qilgan ishim ko'rinsin deb yaxshilab yig'ishtirib ketdim. O'zi ham 5,5 soat ishlabman. Конечно, oynalari bilan yuvdim-ki. Klientim keyingi safar balkonimda ham yuvib berasanmi dedi. Zavarshit yangi любой kapriz deb qo'ydim. Ishlab chiqqanimdan keyin shu lyustraga qarab yana xayol surib qoldim, shuni qanday yuvar ekan deb. Ishim shunaqa bo'lgani uchun men faqat shunaqa narsalarda o'ylayman. Nimani ko'rsam keyin bir pasgina o'tirib, charchoqlarimni chiqarib uyga kirib oldim, ovqatlarni qilib, yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar.